Sharq Turkiston davosining harmas jangchisi, hayotini Sharq Turkistonning milliy mustaqilligini qo'lga keltirish kirishi va Uyg'ur xalqining ozodligiga beg'ishlagan Dunyo Uyg'ur qurultayining qurg'uvchilaridan biri, qurultayning tashkiliy ishlarga mas'ul muavin raisi, qurultay tor televiziyasining mas'ul muharriri, tashkilotchi va jurnalist Farhod Muhammad Apandi 2025-yili 24-sentabr çarşamba kuni kesel sebebinden 61 yaşida alemden ötdi. Bu şum xabar bilan muhaciratdagi Uyg'ur xalqi va tashkilotlari cheksiz qayg'u va hasrat bilan marhumning ro'yiga atab duo tilovat qilish bilan birga ta'ziya nomalarini e'lon qilishdi. Dunyo Uyg'ur qurultayining bu vaqtda e'lon qilgan ta'ziya nomasida mundaq deyilgan: Janob Alloh marhumning makonini jannat va ro'yini shod qilsin. Merhum Farhod Muhammad Apandining oilasiga, do'stlariga, jumladan muhaciratda Xitoyga qarshi oldingi safda harakat qilayotgan Uyg'urlarimizga sabr toqat tilaymiz. Merhum Farhod Muhammad Apandi Uyg'ur tashkilot rahbarlari va yoshlarimiz o'lga ilishga tegishli chiqishqoq va o'zining mustaqillik g'oyasidan aslo voz kechmagan, hayotining oxirgi minutlargacha milliy mustaqillik harakatimiz uchun xizmat qilgan milliy kurash sepamizning g'olliq a'zolaridan biri. Sharq Turkiston davosida chaqnagan yulduz edi. U mol tajribasi, siyosiy jihatda pishib yetilganligi, tashviqot sohasidagi ustaligi, tashkillash iqtidorining yuksakligi bilan tonilgan bir rahbar. Harmay, talmay kurash qilish ro'yi Sharq Turkistonning mustaqillik yo'lidagi kurashga o'zini beg'ishlashi bilan vatanparvarlik ulgisi. U bir umr davo sepida kurash qilish jarayonida beshidan o'tkazgan bo'ron chopqin va qiyinchiliklarga ko'krak kerib tavranmas iroda va kelgusiga bo'lgan ishonch, ulug'vor g'oya bilan umrining oxirigacha kurash qilgan fidokorlik obidasidir. Farhod Muhammad Apandi 1964-yili 3-oyning 7-kuni Sharq Turkistonning Xotan viloyatida tug'ilgan. 1985-yili atalmish Şinjan Universitetining til fakultetini tamomlab, atalmish Şinjan Xalq radio stansiyasida 92-yili 12-oygacha tahrir va muxbir bo'lib ishlagan. 1987-yili Xitoyning mamlakatlik oz sonli millatlar yozuvchilar jamiyatining a'zosi va atalmish Uyg'ur Abtonom rayonlik yozuvchilar jamiyatining a'zosi bo'lgan. Farhod Muhammad Apandining vatanda 2 kitob va 200 parchadan ortiq povest va hikoyasi e'lon qilingan. 1989-yili Xitoyning Xinhua axborot agentligida axborotchilik va jurnalistlik kasb bo'yicha bilim oshirish jarayonida 89-yildagi Beijingdagi o'quvchilar harakatiga qatnashib, Xitoy bexatarlik organlarining nazorat qilishiga va ziyonkashligiga uchragan. 1992-yili 12-oyda Qozog'iston orqali muhojirat hayotiga qadam qo'ygan. U Qozog'istondan 1993-yili Turkiyaga kelib, 1995-yilgacha milliy rahbarimiz Aysa Yusuf Altekin apandimning yanida xizmat qilgan va Sharq Turkiston davosi qitilib, ayni vaqtda muhojiratdagi tunji turkumdagi vatandan chiqqan yosh ziyolilar bilan birlashib, Sharq Turkiston davosi uchun muhojiratdagi axborotchilik hayotini boshlagan. Farhod Muhammad Apandi Turkiyada Sharq Turkiston yoshlar birligining qurilishida va uning organ gazeti Sharq Turkiston yoshlarining ta'sis qilinishida asosli rol o'ynagan va mazkur gazetning bosh tahriri bo'lib ishlagan. 1995-yili Sharq Turkiston davosini g'arb dunyosida davom qilish uchun Germaniyaga kelib yerlashgan. Farhod Muhammad chet elga hijrat qilib chiqqan 1992-yilining oxiridan toki hozirgacha izchil turda Uyg'ur milliy harakatining eng oldingi sepidan yarayilib kelgan bo'lib, Turkiya va Germaniyalarda nashr qilingan Sharq Turkiston yoshlar gazeti, Sharq Turkiston gazeti, Birlik jurnali, Ushqin gazeti, Istiqlol gazeti, Uyg'ur televiziyasi, Sharq Turkiston Uyg'ur televiziyasi va Dunyo Uyg'ur qurultayi tor televiziyasi qatorliq gazet, jurnal va tor televiziyalarining asosli qurg'uvchisi ham bosh muharriri bo'lib xizmat qilgan. U 1996-yili Germaniyada qurilgan Dunyo Uyg'ur yoshlar qurultayining, 1999-yili yana Germaniyada qurilgan Sharq Turkiston Uyg'uriston milliy qurultayining va 2004-yili qurilgan Dunyo Uyg'ur qurultayining asosli qurg'uvchi a'zolarining biri bo'lib, hozirgacha 1996-yili qurilgan Dunyo Uyg'ur yoshlar qurultayining tashviqot mudiri, 1999-yili qurilgan Sharq Turkiston Uyg'uriston milliy qurultayining tashviqot mudiri,
1996 yılı kurulgan Şarkı Türkistan İnformasyon Merkezi'nin muavin reisi, 2004 yılı kurulgan Dünya Uyghur Qurultayı'nın teşviqat müdiri ve muavin reisi, 2016 yıldan başlap Dünya Uyghur Qurultayı teşkil işlarga mesul muavin reisi ve 2024 yılı Sarajevo'da içilgan 8. növetlik Dünya Uyghur Qurultayı'da Qurultayının Ali Məsləhətçisi ve Qurultay televiziyasının mesul muharriri bulup vazife ötegen idi. Merhum Ferhat Muhammedi Efendi'nin vafatı milletimiz ve milli müstakillik hareketimiz için zor bir yo'qotish bo'ldi. Biz merhum Ferhat Muhammedi Efendi'ni iftixor ve g'urur bilan yod etamiz. Onun irodasiga varislik qilib, Sharq Turkiston milli mustaqilligini asliga keltirgan qadar milli hareketimizni davomlashtiramiz. Merhumning makoni jannat ve ruhi shod bo'lsin. Cheksiz qayg'u ve hasrat bilan Dünya Uyghur Qurultayı